Mana oldin elektri kelgan edi buni 4x4 off-road double kabina va orqasi shunaqa bagajlik. Ya'ni quruvchilar uchun stanoklar bilan birga olib yurgani, ya'ni qishloq joylarga, geologlarga, yana boshqa qazilma boyliklarda yuradigan, qurilishda yuradiganlar uchun ayni muddao va sayohatga chiqadigan, ovga chiqadiganlar uchun ayni muddao mashina, usti ochiq. Xo'p, buni ikkita elektr motori bor, bitta orqada, bitta oldida. 1.75 ga 1.86 ot kuchiga ega. Jam bo'lib 360 atrofida ot kuchiga ega. Bitta DVS bor, 1.5 turbo. Bu zaryadlash uchun. Demak, bu mashina gibrid hisoblanadi. Ketma-ket gibrid mashina hisoblanadi. Batareyasi железо fosfat. Kimga qiziq bo'lsa, telefon raqamlarini pastga qoldiramiz. Telefon qilinglar. Narxlarini telefonda kelishamiz. Orqa tomonlari ham, bagajlari ham. Bu usti ham yopiladi. Yopsa bo'ladi. Assalomu alaykum.